Ana endi keyingi misolimiz, ya'ni 7-misol, matnli masala. Demak, shartda quyidagicha. Ma'lum bir ishni Salim 30 kunda, ukasi Olim 20 kunda, dadasi esa 12 kunda tamomlaydi deyapti. Ana endi shartda quyidagicha. Agar uchalasi birgalikda 2 kun ishlasa, qolgan ishni dadasi qancha vaqtda tamomlaydi deyapti. Demak, o'zi umumiy ishni ayirib tashlasam, uchalasi birgalikda ishlagan, ya'ni A taqsim 30 Salim va A taqsim 20 Olim va uning dadasi A taqsim 12 ish unumdorligida 2 kun ishlashibdi. Ya'ni umumiy ishdan shuncha 2 kun ishlaganini ayirib tashlasam, shunda qanchadir ish qoladi, uni dadasi bajarish kerak. Qancha vaqtda bajariladi degandan keyin T ko'paytirilgan dadasining ish unumdorligi A taqsim 12 ga teng. Ana endi bu yerda umuman qilamiz yoki hammasidan A ni bo'yib olsak bo'ladi. Demak, hammasini A ga bo'lib olamiz. Buni A ga qisqartirib yuborsak. Xulosa nima bo'ladi? 1 ayrilgan. Bu tomonga umuman hajmlangan bo'lsa, umuman hajm 60. Ya'ni birinchisiga 2 tadan, keyingisiga 3 ta va oxirgisiga esa 5 ta. Qo'shib chiqadigan bo'lsak, 10 ko'paytirilgan 2 barobar T taqsim 12 ga teng bo'ladi. Ana endi 10 bilan bu va 2 bilan 6 qisqarib ketadigan bo'lsa, 1 ayrilgan 1 taqsim 3 barobar T taqsim 12 holatga qo'yiladi. Endi bu tomonga umuman hajm beradigan bo'lsak, 3 tadan kerak, 3 dan 1 ni ayrsam 2 taqsim 3 barobar T taqsim 12. Ana endi 12 bilan 3 ni qisqartirib yuborsak 4 ta bo'ladi. 4 ni bu tomonga ko'tarib olsak T barobar 8 ekan. Demak, dadasi qolgan ishni 8 kunda bajarar ekan.